Buxoriyning sahihlarida keladi, payg'ambarimizning yo'llarida bir ayol zikr qilindi. "Ya Rasululloh, bir ayol bor. Juda ham taqvodor. Kecha-yu kunduz ibodat qiladi, nafl namozlar o'qiydi, farz va nafl ro'zalar tutadi, xullas tuni bo'yi ibodatda. Zakot va ihsonlarni ham juda ko'p qiladi. Walakinnaha tu'si jaroha, lekin uning bir aybi bor. Odamlarga bilisani tili bilan ozor beradi" deyishganda, Rasululloh fahiya fil nar dedilar. U ayol do'zaxiy dedi. Qani shuncha namoz va ro'za, zakot va ihson, qiynalib tutayotgan ro'zalari qani shunchasi? Hammasi kuyib ketdi. Tilingiz bilan birovga ozor berib qo'ysangiz, amallaringiz xavatir bo'lib ketishligi mana shu hadisda bayon qilingan. Va shuni muqobilida boshqa bir ayol zikr qilindi. U ayol ham namozini o'qiydi, faqat farz ro'zalarini tutadi. Nafl ro'za tutmaydi, farz ro'za tutadi. Ihson ham qiladi, lekin juda kam. Haligi ayolchalik ko'p ihson qilmaydi, chunki sharoiti yo'q deganlarida Rasululloh fahiya fil jannat dedilar. U ayol jannatiy dedilar. Nimaga unaqa? Li'annaha la tu'si jaroha bilisani. Chunki u ayol tili bilan boshqalarga ozor bermaydi dedi. Boshqa bir hadisda bir kishi: "Ya Rasululloh, menga bitta amal o'rgating. Faqat bitta amal bo'lsin. Ko'p bo'lmasin. Shu amal bilan jannatga kiray" deganda Rasululloh tilingni tiy, jannatga kirasan degan. Mana biz uchun oddiy bir amal, lekin aslida esa u katta bir ajr yoki katta bir gunoh.